O'rtoqlar, ichkariga kiryapmiz. Ichkarida mana uyimiz Euro remont bo'lib jihozlangan. Xohlasa spalniy xona qiladi, xohlasa oshxona qiladi. Mana bekam-ko's bo'lgan hamma yoq. Xonasi mana hammom, tualet, mana perdelkasi qolgan xolos ichida. Mana ichki montaj tayyor. Armaturalarda betonda chiroyli qilingan, taglari kashpalovni tepalari. Hech qanday kamchiligi yo'q. Tualetlarimiz ham xuddi shunday. Armaturalarda 20 lik qalin baquvvat qilingan. Mana uyimiz. Ikkinchi etajimiz qilinmadi hali, tashqi shuvog'i bo'lgan. Pastimiz polni bitgan. Birinchi etaj uylar, oshxonalar, tualetlar, ichki holatlar a'lo darajada. Mana Euro remont qilingan, kamchiligi yo'q. Salkam 7 metr, 6,5 metrdan kattaroq xonamiz. Mehmonxona qilsa ham bo'ladi, xohlasa. Zal desa ham bo'laveradi. Mana tepamizdagi xona ham xuddi shunday. Ishqibozlarimiz sotiladi. Mana bu spalniy xona. Mana shunaqa Euro remontda bo'lgan. Kamchiligi yo'q hech qanday.